Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2026-yil 3-fevral kuni yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Sizlarga endi qisqacha pomidorlarimiz bo'yicha tanishtiruv o'tkazmoqchimiz. Hammasi gibrid pomidorlar. Bitta indeterminant va determinant pomidorlarimiz va determinant uzunchoq pomidorlarimizda ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchisi bizda taniqli bo'lgan hozir O'zbekistonda o'sha bir nechta joylarda ekilib sinovlardan juda ham zo'r o'tyapti va kasallikligi juda ham ko'p kasallikligi emlangan genetik kompaniyani Tamila degan nomimiz indeterminant. Ikkinchisi o'z sifati, o'z chiroyi bilan bozorga lol qoldirayotgan Marina nomimiz. Keyingisi bizga o'zimizga yoqqan en determinant seleksiyalarning ichida qizilligi, rangi, sifati bo'yicha chiroyli pomidor Ranger pomidorimiz. Bu 11 xil kasalga emlangan va nima deydi, juda ham stressga ustойчивый pomidorlardan biri. Buni O'zbekistonga o'tgan yili o'zimni sinov uchastkamda sinab, faqat video syomkasini qilmaganman. Bu meni bir yengilligim edi. Inshaalloh bu qosh bo'yicha, pomidor sifati bo'yicha juda ham go'zal pomidor. Undan keyingi mana yangi yana bitta gibridimiz, bu rozoviyda Rocky degan gibridimiz keldi. Bu 220-250 gram bo'lgan rozoviy pomidor, lekin juda ham qattiq transportabilniy va shu bilan mazasi ham shirin. Undan keyingilari Bedu, hammamiz taniydigan Bedu. Bu pomidorimiz 180-220 gramgacha bo'lgan pomidor va juda ham o'zini zo'r ko'rsatayotgan gibridlardan va bu ham juda ham ko'p kasal, 11 xil kasalga emlangan pomidorimiz. Buni ham sifati juda ham zo'r. Buni ключевой joyi uzganimda bu kiprigi bilan uziladi. Har bitta pomidor kiprigi bilan uziladi. Keyin buni hammamiz buni ham taniymiz. Bu 250-270 gram rozoviy Pamela degan pomidorimiz. Bu ham rang kelishi, sifati juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Buni ham inshaalloh bu yilda hammasini syomkasini qilib jo'natamiz. Bu bizga kelgan yana bitta determinantlarning ichida yana bir chempionimiz, bu Maxi F1. Bu ham rangga kelishi juda ham qizil, ichida o'zaysiz va sifati juda ham zo'r bo'lgan pomidorlarimizdan biri. Keyingisi Babikan 250-300 gramgacha bo'lgan pomidorlarning ichida chempion, transportabilnigi endi buni 3 kun, 4 kun. Chunki yirik bo'lgani uchun yirik pomidorlar sal ko'proq saqlashga noloyiq hisoblanadi. Shunda ham 3 kun, 4 kungacha o'zini vidini qochirmay mana shunaqa darajada chiroyli bo'lib turadi. Keyingisi 170-200 gramgacha bo'lgan Salano cho'zinchoq pomidorimiz. Bu hozirgi vaqtda Namanganda eng chempion pomidorlardan bo'lib kelyapti. Determinant palagi pomidorni aniq bekitadi va sifat hech qanaqa sifat buzilmaydi. Keyin yana bizda mana platinum pomidorimiz ham bor. Lajen pomidorimiz O'zbekiston uchun kelgani bor. Lajen pomidorimiz mana Qozog'iston uchun kelganidan ham olib keltirib qo'yganmiz. Keyin Suzana Plus pomidorlarimiz ham bor. Hurmatli dehqonlar, bizani do'konlarga kelinglar, pomidorlarimiz bo'yicha men bu yerda sizlarga qisqacha to'xtalib o'tyapman. Buni kelsanglar, bizda do'konda mana determinant pomidorlar uchun alohida agrotexnika, polo determinantlar uchun alohida agrotexnika, indeterminantlar uchun alohida agrotexnikalar tuzilgan va qisqacha bizani xodimlarimiz, bizani mutaxassislarimiz qisqacha sizlarga yordam berishadi va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni nima deydi, bizani xodimlardan olsanglar bo'ladi va bizani nomerlarimiz, telefon nomerlarimiz, bizani aloqaga chiqadigan operatorlarimiz hammasi o'sha YouTube kanalimizda ko'rsatilgan. Bemalol kirib, o'sha yerdan ko'rib, gaplashib xarid qilsanglar bo'ladi va imkon darajasida kelinglar bizani oldimizga. Biza sizlarga bu yoqda chuqurroq ma'lumot beramiz har bitta nav bo'yicha va xudo xolasa sizlar bilan hamnafas bo'lib hosillarimizni birgalikda zo'r olamiz. Sizlarga rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Genetik Seeds sizlar bilan birga. Sizlarga rahmat.